Alloh taolo oyat-i karimada yana haddan oshuvchilarni yoqtirmasligini aytadi. Xudo taolo oyat-i karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin. Haddan oshmanglar, zero Alloh taolo haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Nima narsada bo'lsin farqi yo'q. Ibodat qilaman deydi ba'zilar, kechasini ibodat qilib o'tkazaman deydi, kechasini ibodat qiladi. Zo'r, gap so'zga o'rin yo'q. Kunda zo'r roza tutadi. Umuman muammo yo'q. Qaniydi biz ham xuddi shunaqa bo'lsak. Muammo yo'q. Ko'rganida salom beradi. Hammaga chiroyli gapiradi. Gap so'zga o'rin yo'q. Haddan oshish nima o'zi desa, haddan oshadi-da, mayli, amal o'z yo'liga ketyapti. Mana shu joyda muhokama qilishni boshlaydi odamlar. Endi ular benamozlar deydi. Bu nimani nazarda tutadi? Shaytonning qilig'i bu. Biz shunaqa olovdan yaraluvdik, nima endi? Loydan bo'lganga biz sajda qilishimiz kerak. Xuddi shunaqa. Endi biz kechasi bilan ibodat chiqqan bo'lsak, bular qayerdan biladi endi bular endi. Mana shu haddan oshish hisoblanadi. Amalda o'zida muammo yo'q. 5000 rakat o'qing kuniga. Lekin dunyo qarashda haddan oshiladigan bo'lsa, uni haddan oshish deyiladi. Alloh taolo yomon ko'radi. Va Alloh yomon ko'rsa nima bo'ladi? O'zini ismat degan narsasini olib qo'yadi. Ismat degani baloyu ofat, musibatlardan ko'tarib qo'yish degani. Buni olib qo'ysa Alloh taolo bandani adashuvini ko'ring. Shuning uchun ota-bobolarimiz aytgan ekanki, Allohning roziligiga doim ilhoq bo'lib, Allohning roziligiga doim o'zimizni irg'itib turishimizni ota-bobolarimiz duo qilib aytar ekanlarki, yo Robbimiz, bizlarni bir lahza bo'lsa ham o'zimizni holatimizga tashab qo'ymagin. Bir holat, bir lahza bo'lsa ham agar o'z holatimizga tushib qolsak, nimadirlardan g'uluvga ketamiz, haddan oshar ekanmiz-da. Shuning uchun Alloh taolo oyat-i karimada va la ta'tadu haddan oshmanglar. Albatta Alloh taolo haddan oshuvchilarni yomon ko'radi.